Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasida O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbir avvalida viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Akmal Valiyev so'zga chiqib, mamlakatimiz hayotida mustaqillikning o'rni va ahamiyati, keyingi yillarda yurtimizda amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar hamda barcha sohalar qatori soliq tizimidagi tub o'zgarishlar haqida alohida to'xtalib o'tdi. Shundan so'ng tadbirning asosiy qismi taqdirlash marosimi boshlandi. Ko'p yillik samarali mehnati, yuksak kasbiy mahorati, xizmat vazifalarini sidq-dildan va vijdonan bajarib kelayotganligi, shuningdek, mamlakatimiz taraqqiyoti va soliq xizmati tizimi rivojiga qo'shgan munosib hissasi uchun bir guruh xodimlarga O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi esdalik nishonlari va viloyat soliq boshqarmasining faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Bugun Soliq boshqarmasida mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. Bu tadbirda hamkasblarim qatori men ham ishtirok etdim. Tadbirda yurtboshimiz farmonlari bilan yuksak mukofot bilan taqdirlandim. Bundan juda ham mamnunman. Kelajakda yurtimiz uchun, xalqimiz uchun xizmat qilishdan hech ham toymayman. Yurtimiz ravnaqi yo'lida o'z hissamni qo'shishga va'da beraman. O'z navbatida esdalik nishon sohiblari ham so'zga chiqib, bildirilgan yuksak ishonch va e'tirof uchun minnatdorlik bildirishdi. Bu kabi mukofotlar nafaqat faxr, balki kelgusi faoliyatda yanada katta mas'uliyat bilan mehnat qilishga undaydigan munosib rag'bat ekanini ta'kidladilar. Muqaddas Panjiyeva, Ilyos Rahmatov, tafsilot informatsion dasturi uchun.